Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Nurli olam kanalining mehmonlari va kuzatuvchilari, sizlar bilan juda uzoq vaqt gaplasha olmadik. Ba'zi bir sabablarga ko'ra yangi roliklar, boshqa yangiliklar chiqarmadim. Mana bugungi nasib qilgan ekan shu yangi rolik chiqarish. Men hozir o'tgan yiliga olib kelib ekilgan ko'chatlarning hosilini sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Bugun o'zi rolik olishimizdan ham o'zi asosiy maqsadimiz shu hosillarni ko'rsatish, chunki o'tgan yili kelingan ko'chatlarda juda ham ko'pchilik, endi juda ko'pchilik emas-ku, ba'zi bir insonlar salbiy fikrlar bildirdi. Men o'shani isbotlash uchun ancha vaqtdan beri rolik olmadim. Bugun shu roliklarni ko'rsatmoqchiman do'stlar. Bu haligi montaj yoki boshqa narsa emas. Bular original rolik videomiz. Mana ko'ringlar hosillarini. Bu o'tgan yili olib kelingan ko'chatlarimiz bular. Bu o'sha yerda Albion sorti, Murana sorti bor, Imantare sorti bor. Partala sortida o'zimizga yetib kelmadi. Qolgan sortlarimiz bor. Mana inshaalloh nasib qilsa, mana bu hosillarni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana ko'ringlar do'stlar. Bu haligi kimdir ko'chating hosil bermadi, ko'chating gullamadi, ko'chating meva qilmayapti deganlar qarang, kaftimga to'ladi. Bitta bir 70-80 gram chiqsa kerak, balki tortib ham ko'rarmiz. Mana hosil, mana bitta ko'chat bergan hosillari mana shunday hosil berishyapti. Hozircha hosillarimiz, mevalarimiz yomon emas. Mana do'stlar. Hozir mazasini ham ko'ramiz. Mazasi ham yomon emas. Mana shunday. Bular albionlar. Mana do'stlar. Albion. Mana do'stlar, albion. Do'stlar, bular albionlar. Haligi fotomontaj boshqa degan xayolga bormanglar. Bular original. Dalada, Toshkentda do'stimiz, o'tgan yili ko'chat olgan do'stimiz kichkinagina teplitsasi bor. Bu yoqda koreyskiy. Bu yoqda o'sha bizdan olgan ko'chatlar kelgan. O'zinglar ko'rganinglarda hosillarimiz juda ham yaxshi. To'g'ri, bu o'zidan o'zi bo'lgan yo'q. Juda katta mehnat sarf qilindi. Hozircha hosillarimiz shunday. Biz shu ko'chatlardan yozga ko'chat tayyorlash planlarimiz bor. Uni keyinroq maslahatlashamiz. Lekin bizda bunaqa ko'p ko'chat chiqmaydi. Boricha harakat qilamiz do'stlar.